Mana bu yon atrofimizdagi archalar, Yevrosetka, mana bu gullar, stoykalar. Xullas bizada огородli eng zo'r lokatsiyada, zo'r planirovkada 2 xonali uyimiz sotilyapti. Manzil aytib Yunusobod 14-kvartal, liniya metro, Megaplanet, Korzinka, maktab, bog'cha, avtoparkovka muammosi yo'q. Mana shu 2 xonali birinchi etaj fasadlarimizda traventing qilingan 58 kvadrat metr uy egalari 72 ming yaxshi dollarda so'rashyapti. Keling, mana tashqi hovlisini ko'rsatay. Podyezddan ham kirib chiqsangiz bo'ladi, mana shu oldidan kirib chiqsangiz ham bo'ladi. Mana gulli, turpo, yashil hudud, palivlarimiz bor, podvollarimiz bor. Mana bu yon taraf ham polностью egallab olgan. Mana bu degan so'ra qilib qo'ysangiz bo'ladi, uzunmiki. Tapchanlarimiz mavjud. Mana bu basen yopib qo'yishibdi. Keling, endi ichkarini ko'rsatay sizga. Tashqari eshikdan kirganimizda bizani oshxonamiz kutib oladi. Gaz plita, barniy stoyka, встроенный kuxna garniturimiz mavjud. Bu yoq tarafimizda balkonimiz ham bor. Bu yoqqa oxirida qaytib kelamiz. Keling, mana. Xolodilnik qo'yiladigan joyimiz bor, televizor qo'yadigan joylarimiz bor. Kelavering. Hop, bu yog'imiz esa bizda koridorimiz. Mana bu podyezddan kiradigan eshigimiz, prixojiy mebellarimiz mavjud. Shu prixojiy mebeli bir chekkasiga bu yoqqa kir mashinalarini ham joylashtirib qo'yishibdi. Hammom tualetlarimiz bizda alohida, kafelari yaxshi holatda turibdi. Yorug'gina, mana bu yog'imiz bizda hammom. Bu yog'imiz esa bizda spalniyamiz. Remontlari yaxshi, lokatsiyasi zo'r, etaji birinchi etaj, kvadraturasi ham zo'r, narxi ham zo'r. Keling, bu yog'imiz esa bizda zalimizda konditsionerlarimiz bor, mana mягкий mebel, televizor, hammasi sig'yapti. Balkonimiz ham bor, mana balkonimiz juda ham katta. Tapchan qilib, bu yerda ham o'tirib, ovqatlanib, dam oladigan territoriyamiz. Oldi orqa hovlisi bor. Birinchi etaj, yo'l yuzidan bir 20 metr, 30 metr kirib kelasiz. Lokatsiyasi bomba. Telefon raqamlarini aloqaga chiqing.